Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana gul podstavkalarimiz yangi partiyasi tayyor bo'ldi. Bu zakazimiz aholisi Qoraqalpog'iston Respublikasiga, Qoraqalpog'istonga gul do'konlariga jo'natib berayotganmiz. Asosan 5 polkalik, 7 polkalik, keyin 9 polkalik zakaz berishgan. Gul podstavkalarimizni mana 5 taligidan tanishtirib o'taman. 5 taligimizning narxi 300 ming so'm. Optimal oladiganlar bo'lsa, do'konlarga yoki foydalanishga olinadigan bo'lsa, narxi arzonroq bo'ladi. Telefon raqamlarimizni opisiyaniyada qo'yib ketaman. Telefon raqamlarimizga murojaat qilsanglar yoki Telegram kanalimiz podstavki.uz deb Telegramdan yozsanglar dastavka qilib beramiz. O'zbekiston bilan dastavkamiz bor. Mana 5 ta polkaligimizni har bitta polkasi 20-25 kilodan bemalol yuk ko'taradi. Katta tuyalardan qo'rqmasdan qo'ysanglar bo'ladi. Mana kolsalari ham ikki tomonlama qo'yilgan. Bitta tomondan emas, bizda asosan ikki tomondan qo'yamiz, baquvvatroq bo'lsin deb. Trubasining ham stenkasi qalin, parash truba ishlatmaymiz. G'ildirakli bo'ladi asosan. Tagini ham tozalashga oson bo'ladi, pollarni artishga. Bir tomonga surib turib bemalol artib olsanglar bo'ladi. Endi 7 polkaligimiz 450 ming so'm. Optimal oluvchilar bo'lsa ancha arzonroq qilib beriladi. Ular ham g'ildirakli bo'ladi. Polkalari shunaqa baquvvat, buni ham zakaz bersanglar bo'ladi bemalol. Telefon raqamlarimizni ham aytib ketaman. 94lik 495 1001 raqamlarga murojaat qilsanglar zakaz qabul qilib jo'natib beramiz. Dastavkamiz bor O'zbekiston bo'ylab. Bundan boshqa yana deyarli 20 xil turdagi podstavkamiz bor. Telegram kanalimiz bor. Podstavki.uz deb yozsanglar, Telegramdan qidirsanglar chiqadi. Telegram kanal orqali yozsanglar ham bo'ladi. Boshqa turdagilari ham bor. Videomiz oxirida ularni ham rasmini qo'yib ketaman. Ko'rib, tanlab aytsanglar jo'natib beramiz. Dastavkamiz bor O'zbekiston bo'ylab. Hop, keyingisi mana 9 polkaligimiz. 9 taligimiz. Bular ham g'ildirakli bo'ladi. 20 kg, 25 kg bemalol ko'taradi. Hop, 7 polkalik, 9 polkaligimiz mana qora rangi ham bor. Qora rangimiz ham o'zgacha, boshqacha chiroyli turadi. Boshqa ranglari ham joylarga qarab, interyerga qarab ranglarini tanlab aytsanglar, boshqa rangdagilarni ham qilib beraveramiz. Joylarga moslab yoki derazaga moslab boshqa turdagilari ham bor, yasab beraveramiz. Asosan hozir mana zakazimizni tayyorlaganimizdan keyin sizlarga ham bir tanishtirib o'tay deb qisqacha video qilgim keldi. Telegram kanal orqali murojaat qilsanglar yoki telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilsanglar boshqa turlarni ham tanlab zakaz bersanglar yasab jo'natib beramiz. Yig'ilish jarayonini ham juda ham oson, mana ko'rsanglar bo'ladi. Kichkina mana 5 taligimizniki bo'yi 1 metr 1.10 chiqadi. Mana oralig'i boshlanishi kattaroq bo'ladi. O'sha yerdan boshlanadi. Mana trubasi har bittasi 25 sm dan. Mana podstavkalarimizni jo'natishga tayyorgarlik boshlandi. Mana trubalar mana shunaqa holatda bo'ladi. Yig'ishda ham xuddi shunaqa. Yig'sanglar bo'ladi, oson. Unaqa qiyinchilik joyi yo'q. Ko'rib turibsizlar. O'zini tushadigan maxsus joyi bor. Mana kolsasi bor. Kromkasi ham rezinoviy bo'ladi. Ancha-muncha suvga chidamli. Trubalarni mana joyiga o'rnatib, tovoqlarni qo'yib qotirsanglar yetarli o'zi. 5 daqiqalik ish.
o'zini maxsus boltlari bor. Hozir videomiz davomida yana ko'rsatib o'taman. Buni qanaqa holatda jo'natiladi, hammasini ko'rsatib o'tamiz. Mana jo'natadigan paytimiz jarayonini ko'rsatib o'taman. Mana yig'ilish jarayoni. Hozir mana yig'ib stretchlab o'rab jo'natamiz. Shunga tayyorgarlik boshlanyapti. Hammasini tovog'ini yechib oldik. Hozir trubasini ham yig'ib yana bitta ko'rsatib o'taman. Qanaqa holatda jo'natiladi bilib olsanglar bo'ladi. To'qqiztaligimiz trubasi mana shu holatda joylashadi. Trubalar mana shu holatda. Buni joyiga tushirib olishinglar ham oson bo'ladi, jo'naqa qiyin emas. Terilish jarayonini ham ko'rsatib o'tamiz mana. Juda ham oson. Eng kichkina trubasidan boshlanadi. Tovog'ini chap tomonligi bor. Chap tomoni to'liq teshik, o'ng tomoni yarim teshik holatda bo'ladi. Bemalol tushirib olsanglar bo'ladi, oson. Qo'l sesiligini tushirib olinsa bo'ldi. Bitta alohida teshikligi bor, shu bitta o'ng tomoniga tushadi. 5talikda adash deyarli imkonsiz, chunki juda ham oson. Ikkita yarim teshikligi va eng tepasi shapkasi deyiladi. Bo'ldi. Terilgan holat. Mana stretchlash jarayoniga ham o'tdik. Mana shu holatda yig'ib chiroyli qilib jo'natiladi. Tagligi tepasiga tovoqlarni terib olib stretchlaymiz. Mana tayyor holati stretchlab oldik. Mana shu holatda ketadi pochtadan. Mana boltlari o'zi bilan birga mana skotchlab qo'yganmiz. Kichkina paketchada bo'ladi. Borganda ochib qotirib olsanglar bo'ladi. Qolganlarini ham mana xuddi shu holatda bo'ladi. Stretchlab o'rab chiqamiz. Mana hammasini stretchlab tayyor holatga keltirib oldik. Ertaga Xudo xolisa yuklab chiqaraveramiz.